Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satışa chiqqan joyimiz Yo'rt turg'anlarimizning Shavat kanalining bo'yinida bo'ladi. Ajoyib mestasini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Berimizda Dekkan bozor yine 9 etaşga. Yo'rt turg'anlarimizning. Bu yanimizda esa Jaloliddin haykali. Yine mestasini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Berimizda esa Medin Institut bo'ladi. Yine tüm zor mestası. Zor mestada joylashgan. Bu yanımız vokzal zanayni taraf bo'ladi yine. Yine. Şu domumuzda bo'ladi. Ajoyib. 3-qavatda Euro remont olib turibdi, ajoyib bo'ladi. To'g'ri girib yashidan. Mestasini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ese joyimizni ichki qismi bilan tanishishamiz. Gittik esa hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, 3-qavatimizga yetib keldik. Yo'rt turg'anlarimizning eshiklarimiz demir eshik bo'ladi, original rossiyskiy bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim deb xonadonimizga giramiz. Girgayimiz, oyoq terlarimiz taxta pol bo'ladi, gilamlar tashalg'i bo'ladi. Super moshi aboylardan chiqqan ajoyibondan yaxshisidan urg'anlar. Bismillahirrahmanirrahim deb xonadonimizga giramiz. Yo'rt turg'anlarimizning eshiklarimiz yaxshi rossiyskiy original eshiklardan qo'yilgan. Patologimizga meni yo'rt turg'anlarimizning chiroyli etib, cho'tka etib zetik qo'yibdilar. Girish qismimizni o'zlaringiz ko'ringlar. Eshiklarimiz ham sifatli, yaxshi demir qalin eshikdan. Yine ajoyib bo'lib turibdi. Girish qismi keng tushgan. Yine перехожga joy ham bosh, chiroyli qilib qo'yilib turibdi. Yine zo'r etib bir dona перехожga qo'ysangizlar ajoyib bo'lib turadi. Ya'ni dejakim gir kichkina emas, keng tushgan ulu bo'lib yine. Esa bir yandan joyimizni tanishtirib chiqamiz. Tak. Gittik, o'ngdan boshlaymiz. Bu xonamizga giramiz. Bismillah deb. Tak. Bu xonamizga giradigan bo'lsak, birimiz spannimiz bo'ladi. Spannimiz ham oyoq telari taxta pol, gilamlar tashalib ajoyib bo'lib turibdi. Joyimiz hurmatli yurtdoshlar issiqqina bo'lib turibdi. Lyustralari qo'yilgan ajoyibondan yaxshisidan, aboylarimiz chiroyli ajoyibondan qilingan. Jaluzi pardalari, yine joyimiz ham kichkina emas, keng tushgan, yine ajoyib bo'lib turibdi. Tak. Bu yanimizga keladigan bo'lsak, birimiz tak, nima desak bo'ladi? Zalimiz desak ham bo'ladi, mehmonxona desak ham bo'ladi. Birimiz ham oyoq telari gilamlar tashalgan, aboydan chiqib turibdi. Hurmatli yurtdoshlar, remontdan keyin hech kim yashamagan paket joyimiz. Hech kim yashamagan joy kerak dedingizda, yine hech kim yashamagan, lyustralar asilgan, jaluzi pardalar qo'yilgan, joyimiz aboydan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Joyimiz umuman gap bo'lishi mumkin emas, mestasini ham akva aynalar bo'ladi, hamma yer akva ayna. Joyimiz umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib joyda joylashgan joyimiz. Tak. Birimiz esa zalimiz bo'ladi. Zalimizda ulluligina bir e'tibor qilinglar. Keng tushgan, ullu bo'lib tushib turibdi. Lyustralarni alohida baho beraverasizlar. Aboylarni ham yaxshisidan qilgan ekanlar. Bir narsaga e'tibor eting. Kaminni pech ham bor ekan. Ertang bemalol shu yerimizda shashlik pishirib, kavob etib, ajoyib etib do'stlarga esa zo'r etib issiqqinada o'tirsa bo'ladi degan tashkil etib. Konditsioneri bor ekan, Samsung firmaniki ekan. Jaluzilari qo'yilgan aytib o'tganimizdek, yine joyga bizlaringiz baho beraverasizlar. Oyoq telari beram taxta pol, gilamlar tasalgan bo'ladi. Ullu tushgan. Berimiz ham chiroyli etib zetik qo'yibdi ekanlar. Televizori bor, yaxshisidan kichkina emas, ullusidan qo'yilgan. Eshiklarimizga bir e'tibor etinglar, sifatlisidan qo'yilgan. Tak. Bu yerda tualet vanna alohida, ya'ni berimiz tualetimiz bo'ladi, yine oyoq telari kafel, bellarimiz ham kafel qilingan ajoyib etib, chiroyli etib imtiyozlarimiz yaxshisidan qo'yilgan. Tak, berimizga keladigan bo'lsak, berimiz esa vannamiz, ya'ni yo'rt turganimizda oyoq telarimiz kafel, patoloqadan kafel qilingan. Ajoyib etib izlatilingan yine. Paket hech kim ishlatilmayali, yashamagan bu yerda. Shuning uchun toza bo'lib, akkuratli bo'lib turibdi. Endi esa bu yanimiz kuxnimiz. Eshiklarimiz yaxshisidan qo'yilgan. Kuxnimizda alohida baho beraverasizlar.
Yəni çiraylətib zətilik dört ayaq tellərinə giləmlə taşalğa, kuxni mebellərəm çiraylətib zətib taşab koyda gəllə. Yəni avtomat kir maşınları var ikən artil gaz plitələrə qaran alıqda tema. Çiraylət. Bir də qaz, su sivetdən muamma yox. Qazımız gəlib durdu, issiqqina bo'lib durdu aytqanımızdır. Cayımızda mangiyyat boluşu mümkün emas. Tak, əcaib. Birimizdən bir xanası var, kiçikine. Yəni əcaib bol tutdu. Özləriniz nə oxusanız da klaverəsdə verən bir nərsə oturub çay içsənizlərəm bemalal bola verədir. Yəni kiçikine əməs deyəcəkim verəm. Aqua ilə jaluzi pərdələri qoyulğan. Sən hörmətli yurtdaşlar, bu cayımızın narxına gələn bozaq. Cayımızın narxı 515 milyon üstündə xuda qalasa gəlişib bərədir. Zudlik bilən satıladı hörmətli yurtdaşlar cayımız. Ekranda verilən telefon rəqəmləri, telefon klaverəsilə sağ olunlar, salamat olunlar hörmətli yurtdaşlar. Şunun ay sonra birgən danışmışlara təşəkkür qoyamız. 5 etajlı domumuzun 3-cü etajında boladı. Mestasına 10 man yap boluşum gəlmən. Şavat kanalının boyunda Medin Üstüz, Dekan Bazar hem yerə yaxın boladı cayımız. Şunun ay sonra birgələrə təşəkkür qoyasınlar.